Umr Lochini studiyasi namoyish etadi. Xalq va qonun vatan uchun bir yoqadan bosh chiqargan holda, sofdil odilona xizmat qilgan holda, sofdil bir kuch bo'laylik. Yo'qolsin qonunga bo'ysunmaydigan tegishli yuqoridagilar. O'g'li borlar, diqqat bilan eshiting. Hurmatli otalar, ehtimol o'g'lingizga tengqurlarida bor qimmat telefon, qo'shni bola yegan tansiq taom yoki tengdoshlari kiygan qimmat libos olib bera olmassiz. Bu fojia emas. Halol mehnat qilyapsizmi? Tamom. U yog'idan qayg'urmang. Ammo siz qayg'uradigan va halovatingizni yo'qotadigan boshqa gap bor. O'g'lingizni zinhor va zinhor asalim va shakarim deb erkalamang. Arslonim deng, arslondek bo'lsin. Biroz dag'al muomalada bo'ling. Dag'al liboslar kiydiring, ilik kamirtiring, ba'zan qotgan non yediring, go'sht yediring, toki erkak bo'lib ulg'aysin. Toki dushmanlar oldida to'kilmasin, muammolar va musibatlar oldida yiqilmasin, munofiqlar va nomardlar oldida bosh egmasin. Boshini tik tutgan arslon yigit, sher yigit bo'lsin. Shunday yigit bo'lsinki, fe'li bo'riday, na'rasi sherday bo'lsin. Gulbachcha, yumshoq bola, nozik yigit bo'lmasin. Oilasini, zaiflarni, mazlumlarni, vatanini himoya qiladigan, so'zi ham, qo'li ham, aqli ham, tili ham, ilmi ham botir yigit bo'lsin. Zero o'g'il farzand sizning va vatanimizning yuzi, himoyachisi va or-nomusidir. Odam nimadan charchaydi? Ishlashdanmi, o'qib o'rganishdanmi yoki shu yashayotgan hayotidanmi? Yo'q, odam hech biridan charchamaydi. Odam mehrsiz ko'zdan, yurakni og'ritgan so'zdan, qadrini bilmagan odamlardan, quruq va'dalardan charchaydi. Quruq va'da berib, qonun ishlamagan sharoitda fuqaro xo'rlansa, bu adolatdanmi? Adolat istayman O'zbekistonda. Nohaqlik avjida, qiyin sharoit, ona yurtim bag'rida, quldan farqim yo'q, huquqni chetga surar organ xodimi. Sayr sigir o'z oyog'i bilan kelgan ekan, uni sog'ib olishimiz kerak. Ulushingizni oling. Kech bo'lmasidan tomoshani boshlang. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlat, qonunlarni buzmagan holda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov kim edi? Ozodlik 50 yil davomida SSR KGBsi va O'zbekiston MXXsida ishlagan 2008-yilning 30-yanvarida MXX raisligidan bo'shatilgan Rustam Inoyatovning hayot va faoliyatiga nazar tashlashga harakat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatov. Ko'rasizmi, bemor bilan ham davolaysizmi, gaplashasizmi? Shu bemorga agar mehr bilan davolab, to'g'ri yondashsangiz, men ham operatsiya qilaman, men ham operatorman. Rozi bo'lib, o'zi sizga barakasini berib ketadi. So'ramasangiz ham, to'g'rimi? So'ramasangiz ham o'zi berib xursand bo'lib ketadi. Ochiq oydin aytaman, men vazir sifatida men uchun aytish bu qanchalik to'g'ri, lekin men ochiq aytaman. Yetmaydi. Umuman olganda bunday vaziyat menga ham yoqmaydi. Nachora bir kam dunyo deydilar. Har doim ham adolat tantana qilavermaydi. Bu yer senga qurol kuchi bilan g'alaba qozonish mumkin bo'lgan yovvoyi g'arb emas. Holbuki gohida shunday bo'lsa xalaqit qilmasdi. Bob Lisweger ozodsiz. Shanlar yechilsin. Ajoyib ish bo'ldi, senator.
Ha, shuni kutgandim. Nima qilishni ham bilmay qoldi. Sichqonningni 1000 tanga deyishadi-ku. Bosh prokuror turqini ko'rganingizdami? Yana yotlamagan nutqini o'qidimi? Hokimiyat bo'linishi tamoyillari. Bu yerga haqiqatni oydinlashtirish uchun jam bo'ldik. Haqiqat shuki, uni men gapiraman. Ertalab bir joyga ketishing kerak. Ekvadorga uchasan. Ha, u yerda mahalliy aholi bilan muammo chiqdi. U yerdagi odamlarimiz o'zi tinchita oladi, lekin sizni ko'rishni xohlashyapti. Siz professionalsiz. Hal qilamiz. Sizni so'rashibdimi? So'ygar. Chiroqni o'chir. Mashinani olib kel. Qamarla. Nimadir qilsang-chi? Qani u? Pastda yuribdi. Ya Xudo! Meni o'ldirma. O'ldirma. Hammasiga ular aybdor. Men hech narsa qilmadim. Voy ablah. Shoshma. Biroz shoshmay tur. Aqldan ozibsan. Ahmoqlik qilyapsan. Axir hali ham AQSh senatoriman. Tushunyapsanmi? Men hukumat odamiman. Inkor qilmayman. Ruhiy kasal emasman, quloq sol do'stim. Adolat yo'lida mag'lub bo'lganman. Haqiqatni gapirdim diktafon bilan. Chin so'zlarim bekorga ketdilar zoya. Men Uristemov Murat Risbekovich 01.02.1980 tug'ilganman, ya'ni 1-fevralda. 21-may 2016-yili qarangki, markaziy respublikanskiy ruhiy shifoxonada sog'lom topilgan bo'lsam-da, 1 oy majburiy tekshiruv asosida Attido 100% tekshirilib, shundan 1 yil o'tib, qarangki, Toshkent shahar Sarakulkada 2 haftaning ichida ruhiy kasalga atayin qasddan uyushtirilgan holda ruhiy kasalga chiqarildim. Avvalambor Allohim guvoh, qolaversa tegishli organ xodimlari, tegishli shifokorlar, tegishli amaldorlar va ularga xizmat qiluvchi tegishli fuqarolar. Bu insonlar, bu adolatsiz vatandoshlarim
Meni ruhan sog'lom, jismonan baquvvatligimni bir necha yildan beri bilib kelib, qasddan mana shunchalik darajagacha borishdi. 2013-yili 17-avgust 8-oydan beri itdek xo'rlanib kelyapman. Qayerda? Tug'ilib o'sgan ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasining hududida. Mana bugun oradan shuncha yil o'tib, salkam 12 yil bo'lganda, bugungi sana mana 20-may 2025-yil 5-oy soat 23:12 da tayyorlamoqdaman. Menga nisbatan bir necha ma'muriy, jinoiy ishlar, tuhmatlar bilan amalga oshirildi. Juda ko'p tegishli boshqarmalar tomonidan. Isbotlash kerak bo'lsa, men doim tayyorman. Faqat tegishli boshqarmalar ichida emas, to'g'ridan to'g'ri televideniyada ochiq muloqot jarayonida amalga oshirilsa, men hammasini tushuntirib, butun omma oldida isbotlab bera olaman. Va albatta, Allohim qodir qilganchalik darajada. Alloh hammasiga qodir. Men yoki bironta bir inson hech narsaga qodir emas. Qo'limdagi diktafon zapislar, arizalar, javob xatlar, fotofaktlar hammasi to'g'ri vijdonli insonlar orasidagi organ xodimlari, shifokorlar, mansabdor shaxslar, amaldorlar uchun yetarli dalil. Lekin afsus, bu adolatli ishni amalga oshishini, haqiqatlar fosh bo'lishini, o'zlarini kirdikorlari ko'rilib namoyon bo'lishini xohlamaydilar.